Diqqat! Pensiya oluvchi fuqarolar darhol ogoh bo'ling. 2026-yilda pensiya miqdori qanchaga oshirilishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Pensiya va nafaqalar miqdori qanchaga oshiriladi? Budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalar yillik inflyatsiya darajasidan yuqori miqdorda oshirib borish ko'zda tutilgan. O'zbekistonda 2026-yilda davlat xodimlari ish haqi, pensiya va nafaqalar miqdori kamida 6-7% ga oshiriladi. Bu haqida Iqtisodiyot va Moliya vazirligi e'lon qilgan fiskal strategiyasida ma'lum qilingan. Fiskal strategiyasiga ko'ra, mamlakatda budjet tashkilotlari xodimlarining ish haqi, pensiya va nafaqalari yillik inflyatsiya darajasidan yuqori miqdorda oshib boriladi. Qayd etilishicha, joriy yilda yillik inflyatsiya darajasi 8% bo'lishi kutilmoqda. Shunga mos ravishda iyuldan pensiya va nafaqalar, avgustdan ish haqlari 10% oshiriladi. 2026-yilda O'zbekistonda yillik inflyatsiya darajasi 5-7% ni tashkil etishi prognoz qilinmoqda, deyiladi xabarda.